Ayni vaqtda pilla mavsumi. Toshloq tumanida yashovchi oila bir necha yildan beri pilla qurti boqadi. Avvalo qiziqish bo'lsa, yana zavqi bo'lak deydi ular. Voy faxrlanamiz. U hali pilla ura bo'lgandan keyin pillani ochib, hali boshlab terishingiz ham bir ajoyib zavqi bo'ladi o'zgacha. Shu sababli mashaqqati ham ko'zga ko'rinmaydi. Oila erkagi tong sahar 4 da uyg'onib, dala tomon ketadi. Pilla qurti ancha katta bo'lib qoldi. Har 2 soatda oziqlantirish kerak. Tut shoxlarini birma-bir kesadilar. Aytadilarki, tut bargi pilla uchun sevimli ozuqa. Masalan, erkaklarimiz ertaman to'rlarda 4:30da chiqib ketishadi uydan. Chiqib ketishi borib kesishib turadi. Ana keyin dalaga choy, non olib Zulfira opa keladi. Turmush o'rtog'i shoh kesib bo'lgandan so'ng mana shu yerda nonushta qiladilar. Kenglikning zavqi bo'lak. Men 6:30ga qolib qolmay choyda olib boramiz. Choy ichib olinglar, billa hormiylarni billa qo'shilishib choylarni ichib, vaqt kesishadi. Dasturxonni yig'ishtirib oila ishga kirishadi. Zulfira opani turmush o'rtog'i shoh kessa, opa tartibga keltiradi. Aniqrog'i turmush o'rtog'iga ko'maklashadi. Ana keyin tut shoxlarini katta mashinaga yuklab, uylariga olib keladilar. Bu yerda oila a'zolari, qo'shnilari hasharga chiqadilar. Tut barglarini saralaydilar. Buni endi mana bu so'kchaylarga moslashimiz kerak. Mana shuncha qilib. U tutni nimasi, nodasi bo'lsa 2 metr, 3 metr bo'ladi. Biz buni bakli joylarni qirqib, mana shu barra joyini shunga qirqib solamiz qurtlarga. Muhim ish boshlanadi. Soat 9 dan boshlab qurtlarga ozuqa tarqatiladi. Har 2 soatda ularga tut shoxlari solib turilishi kerak. Tez yeydi, tez mana shu 2 soat, 3 soatda bargini yemashi yeb bo'lib, oppoq bo'lishiga barg solib turishingiz kerak. Shunaqa qilsangiz tez to'yadi, pillani marraga tezroq yetasizda. Zulfira opa o'zi yashayotgan uylarni fevral oyida mana shu qurtlar uchun bo'shatgan. Katta ayvonlar ham qurtlar uchun. Maxsus tirkama va katta taxtalarni olib chiqib, qurtlar uchun tekislik yaratishgan. Mana shu qurtlar uchun 5 ta xonadonimiz ajratganmiz. Buni bu darajaga keltirish uchun yoshligidan bularga pechkalarni yoqib, qishda qana o'zimizga uy isitamiz. Shunda pechkalarni yoqib, gradusligimiz bor, gradusligimiz ham turibdi. Gradusni qarab 24-27 darajagacha issiqligini nazorat qilib turamiz. Mana shu har yarim soatda kirib issiqligini xabar olib turamiz. Ana normal havoda katta qilamiz. Sovib, isib ketsa kuyib qoladi deyiladi qurt, sovib ketsa bak yemay qo'yadi. Bak orqaga yemagandan keyin qurtda nimasi orqaga nima ketaveradi, vaqti surilib ketadi shu. Har bir xonadon va katta ayvonlardagi qurtlarga ozuqa tarqatish uchun Zulfira opani qo'shnilari, yaqindagi ovsini, qaynog'alari hasharga chiqadilar. Oilamizda xo'jayinim, bitta qizim bor, jiyanlar, endi o'sinlarim, qaynukam, shu billalikda hammamiz billa nima qilamiz. Hashar yo'li bilan boqamizda. Buni endi bu ko'p qurtga ko'pchilik kerak. Ko'p qo'l mehnati kerak. Bu qurtlarni boqish uchun oila fevral oyidan harakatga tushgan. Kun sovib ketsa uylarni isitadilar, isib ketsa sovutadilar. 2 oy mana shu ish bilan band bo'ladi oila. Hosil esa harakatga yarasha. Endi ko'p topshirganimiz 224 kilogramm ilgari yili. Unda ham mukofotlandik. Televizor sovg'asi berishdi. Shuncha qilgan mehnatimizni mana e'zozlash, biz taqdirlashdi deb xursand bo'ldik. Bu yil ham rosa ko'p topshirishdi. Bir Xudo xolasa, bir 400 kiloni mo'ljallayapmiz belgi nima. Pillachilik borasida Zulfiya opa ancha tajribali. Qizlik uyida ham, kelin bo'lib kelgan uyida ham mana shu ish bilan shug'ullangan. Kattalardan uni qarovini hikmatini olgan. Shu sababli bu ishni erkin o'zi amalga oshiradi. 2 oy davomida yaxshigina daromad oladilar. Shuning orqasida mana qizlar chiqardik, 2 ta qizda turmush kuzatdik. Endi belgi daromlardan Xudo xolasa kelin tushirmoqchimiz endi. Pillachi opani bir kuni ana shunday o'tadi. Kunidan, vaqtidan faxrlanadi. Pilla qurti ipak o'rashni boshlabdi. Hademay pillaga aylanadi. Ana keyin xirmon ko'tariladi.